Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 8-yanvar. Xo'p, bu videoni qilishdan maqsad kelajakka video bu. Esdalik uchun qilingan ishlarni kelajakda ko'rish uchun nima ish qilingan. 2026-yil 8-yanvardagi holati qanaqa bo'lgan? O'shalarni video qilish maqsadida qanaqa holatda bo'lgan bu yerlar, shuni videoga olib qo'yish maqsad. Mana shunday holatda hozir uzun bog'larning ichi ozgina abgor holatda, chunki yaxshi qaralmagan shu paytgacha. Endi astoydil harakatdamiz, xudo xolisa. Maqsad mana shu yerlarni qaytadan chiroyli qilib bog' qilish. Xo'p, kelajakda xudo nasib qilsa inshaalloh mana bu yerda ikkita soyimiz bor. Yama. Shuni men maqsad qilib, niyat qilib yuribman. Xudo xolisa mana shu yerdan boshlab bag'ini sekin ekskavatorda Samsung greyderlarni olib kelib, xudo xolisa mana shu yamani chuqurlikda hozir mana shu men turgan joydan 2 metr chuqur, eng chuqur joyi. Mana shu yerda tekizlamoqchiman, xudo xolisa. Sababi yerdan unumli foydalanish maqsad borda. Bu yerda shu mol-kol qarab yurgan joyimiz bo'lgan. Shu paytgacha u qamish to'lla edi u paytlarda. Suv masjidlarda etikda yurardik. Suvlar juda ser suv joy bo'lganda bu yerlar iyul avgust oyigacha yaxshi suv bo'lardi bu yerda, zak chiqib ketardi. Masjidlar endi balandlik. Xudo xolasa mana shu balandlikni ham bu tomonga sudrasak, bu yoqqa sudraymiz. Keyin yarmini mana bu tomonga, mana bu yerda ham soyimiz bor. Bu yerda ham sudrab tekizlab yuboramiz, xudo xolasa. Plan bor, xudo xolasa mana shu joyimizgacha chiroyli qilib tekizlab chiroyli bir havas qiladigan bog' qilamiz inshaalloh. Shunga bir esdalik uchun olib qo'yapman. Ertaga buzilgan holatda ham kimdir ko'rsa, nimaga buzding, nima qilding degan savol javobga ham atvet bo'ladi degan niyatda. Isbotda bu mana shunaqa abgor holatda bu yerda hosil olib bo'lmayapti. Qamishlar chiqib ketgan. Ancha abgor holatda. Buni buzib qaytadan chiroyli qilib yer qilamiz, xudo xolisa. Mana bu tomonni boshlaganman. Bu yillargi tomonni ancha ahvoli abgor edi. Chiroyli qilib tekizlab Samsungda endi yerda ag'darib, xudo xolasa dehqonchilikni boshlaymiz. Kelasi yilga bu tomonni chiroyli qilib o'sha qilgan maqsadlarimizni amalga oshirish uchun bu tomonni ham to'g'rilaymiz, xudo xolasa.